Assalomu alaykum, hurmatli arashan suyuvchilar, arashan ishqibozlari va chorva ishqibozlari. Hop, biz meni qo'ramdamiz, ya'ni Savayb Abduhalil meni ismim. Hop, hozir mana yigitlar intervyu olaylik deb iltimos qilganlariga qarab olinyapti bu intervyuni. Hop, buni ko'rsatishdan maqsad mana biz 5-6 yildan beri shu arashan sohasida arashan qo'ylarini rivojlantirish, ko'paytirish O'zbekistonda harakat qilib kelinyapti. Mana hozir bizni chap tomonimizda matchni pogolovya deyiladi, ya'ni ona qo'ylar. Buni ichida nariyoqqa qarab turgan qo'chqor bu graf laqabli qo'chqori, promoy bolasi. Bu yil shular qo'yilgan qo'ylarga. Endi bizni o'ng tomonimizga qarasak, o'ng tomonimizdagi qo'ylar ham shu ona qo'ylar hisoblanadi. Matchni pogolovya bularga mana o'sha Длинный laqabli qo'chqori bolasi Dubay qo'yilgan. Xudo xolasa yana bir 2 oydan keyin bulardan qo'zilar tug'ilib boshlaydi. Xo'p. Endi bu yerda o'tgan yilgi tug'ilgan qo'zilari bor, bularni sotuvda urg'ochi va erkak qo'zilari bor. Endi shuni sotuvga chiqarilgan. Undan tashqari mana yerda yo'l-yo'lakay sizlarga hozir ko'rsatib ketadigan qo'chqorlar. Mana hozir bu yerda birinchi galda yotgan qo'chqorimiz laqabli mashhur, o'sha Qirg'izistondagi mashhur laqab Zakat laqabli qo'chqori bolasi mana oldimizda turibdi. Buni hozir bizda qo'zi qo'chqorlari va urg'ochi qo'zilari bor. Mana Zakat mana avgust oyida 2 yashar bo'ldi, 4 tish hozir. Yaxshi bolalarni berdi. Quloqlari 20 oshiq buni. Va quloqlari 21 oshiq. Bu sotuvda ishqibozlariga sotilishi mumkin. Yoshlari qanaqa buni? Buni yoshlari hozir 4 tish, yangi 4 tish bo'ldi. Avgust oyida 2 yashar bo'ldi-da. Yana o'sar ekan unda. Ha, bu hali o'sadi, xudo xolasa. Ammo oldimizda turgan qo'chqor bu Sharpey liniyadagi qo'chqor, o'zi o'sha Qirg'izistondagi mashhur Sharpeyni nevarasi hisoblanadi. Bu qo'chqorimiz ham qiziqqanlarga sotiladi. Bu qo'chqorimiz qo'zidan yangi 2 tishga o'tdi. 14 oylik qo'zi bu, 14 oylik. Bu Sharpey liniyadagi, Sharpey nevarasi hisoblanadi. Mana shu ko'rib turganingizda, buni ham qulog'i 20+. Xo'p. Mana bu kishi 2025-yilda tug'ilgan, grafi oxirgi bolalardan. Yordam ber. Oxirgi bolalardan malenький graf. Polorazrez, grafi o'zi polorazrez bo'lgan. Quloqdagi bir kalani Azamat, Nijniy Chuyskidagi Azamat hoji o'zi qadagan bo'lgan. Xo'p. Buni qo'ylarga qo'yib probniy qo'zilari olingan. Hozir video davomida buni probniy qo'zisini ko'rsatamiz. Bularning quloqida chipi, dokumentlari bor-a? Bularni chiplari, film kartalari bor. Chip, film kartalari bor. Xo'sh. Endi hozir navbatdagi qo'raga o'tamiz. Buni qo'zilarini ko'ramiz. Mana yuqorida ko'rsatgan qo'chqorlarni film kartalari. Mana Длинный liniyasidagi qo'chqorga mana Graf, Sharpey, bu hammasini film karta chiplari bor. Qirg'izistonda registratsiya qilingan o'sha mashhur qo'chqori bolalari. Endi shu qo'chqori bu yilgi sotuvdagi qo'chqor qo'zilari bor. Xo'p, mana bir chekkadan aytib keladigan bo'lsak, bu yerda hammasiga har xil birkalar qo'yilgan, qachon tug'ilgan, qaysi qo'chqori bolasi, bular registratsiya qilingan. Mana shu biz ko'rib turganimizdek sariq birkadagilar bu Zakat liniyadagi qo'chqori, ya'ni Zakatni nevaralari hisoblanadi bular. Bizda Zakatni bolasi turibdi. Hop, sariq birkadagilar. Aylantirib qo'zg'ab yuboringchi. Hop, ana ko'k birkadagi u Atamanni nevarasi hisoblanadi, Ataman laqabli qo'chqori. Hop. Mana eng chekkada turgan yo'g'on qo'chqor bu 6 oydan endi o'tdi. Bu Monster. Ya'ni bu ham o'sha graf liniyaga borib qadaladi. Bu Monsterni. Mana pushti deb birkada. Ha, Monsterni bolasi hisoblanadi. Shu bizda Monster degan qo'chqor bo'lgan. Mana
hurmatli tomoshabinlar oldingi videolarni ko'rgan bo'lsalar, o'zini shu yerda Monster degan qo'chqor ko'rsatilgan. Shu 6 ta qo'chqor, qo'zi qo'chqorlar shu liniyalarga qiziqqan odamlarga sotiladi. Qiziqqanlar telefon qilib so'rashlari mumkin. Endi navbatdagi qo'raga o'tadigan bo'lsak, bu qo'rada hozir o'sha yuqorida ko'rsatilgan zakat va grafi hamda monstri va yerda qizlari bor. Xo'p. Mana shu hurmatli arashan suyuvchilar, agar e'tibor bersangiz, bularning quloqlariga 3 xil birga qadalgan. Sariq, hop, qizil va sapsar deymizmi? Sapsar. Bular sariq birkadagi qo'zilar zakatni nevaralari hisoblanadi. O'sha ko'rsatilgan o'sha qo'chqori qizlari bular. Qizil birkadagilari grafi nevaralari. Bu yerda mana pushti birka deymiz, mana sapsar birka. Bu monsterni qizlari bu. Yordam ber. Ana shuningchi. Mana bu monsterni qizlari mana. Quloqlari, boshqalari kelishgan. Bularda endi asosan nimaga e'tibor berish kerak bo'ladi? Bularda chistota, quloq, boshqalardan tashqari, razrezlardan tashqari bularda самое главное bularda qon toza. Bular 5-6 yillik mehnatning mahsuli. 5-6 yildan beri seleksiya qilib kelinyapkan. Shu vaqtgacha urg'ochi qo'zi, urg'ochi qo'y sotilmagan bizda. Endi birovga arashan suyuvchilarga misol uchun urg'ochi sotganda buni shu odam baraka topish kerak. Haqiqatan qoni toza bo'lish kerak. Arashan, mana toza arashan deganga arziydigan bo'lish kerak. Shuning uchun biz 3-4 yil mobaynida urg'och sotmadik, faqat seleksiya qildik, takomillashtirdik, qonini tozaladik. Endi bu yonimizdagi kletkani qaraydigan bo'lsak, bu yerda ham xuddi shunaqa. Bunda kichkinaroqlarni ajratib qo'yilgan. Bular oyiga kichkinalik qiladi. Bular ham o'sha sariq birkadagilar zakatni nevaralari, qizil birkadagilar grafi nevaralari, o'sha sapsar pushti birka deymizmi? Shu birkadagilar monsterni qizlari. Monster o'zi qayerdan kelib chiqqan degan savolga, monster o'sha graf liniya bo'lib ketadi. Graf bilan bir tug'ishgan. Liniyasi bir. Faqat monster laqabli qo'chqor bo'lgan, shuni qizlari va qo'zi qo'chqorlari. Endi bu yerda biz nimani ko'ryapmiz? Mana hozir biz oldimizda mana grafi qizi, pramoy qizi. Mana grafi qizi. Mana grafi qiz oldimizga yana keldi. Mana graf qizi, graf. Biz grafda nimani ko'ramiz? Grafda kashtak, yo'g'on, bo'y, hamma tomonni beradi. Bu vesovoy qo'chqor hisoblanganligi uchun hatto buni qizlarida ham shu narsani ko'rsa bo'ladi. Buni qo'chqorlari erta sotilib ketdi. Xaridor shuni xohladi. Bular 8,5 kilo, 10 kilo tug'ilgan qo'zilar. Endi biz mana shuncha yildan beri seleksiya qilib, buni rivojlantirib keldik. Allohga ming marta shukrlar bo'lsin. Ma'lum darajaga yetdi. Mana hozir 80 ta qo'chqorlar bilan 90 taga yaqin qo'y bor. Endi boshqalarga shu xursandchiligimizni ulashsak bo'laveradi degan maqsadda shu videoni chiqardik va Qaysi oy tug'ilgan endi? bular yanvar, fevral oylarida tug'ilgan, mart oyida tug'ilgani ham bor. Endi masalan, agar qiziqqan odamlar bo'la kelsa, bu jurnalga registratsiya qilingan. Qaysi chislo kuni, qaysi qo'zi tug'ilganigacha, onasi qaysi, onasi ham o'zimizda, otasi ham o'zimizda. Buni ko'rsatib, qaysi chislo kuni tug'ilganigacha va necha kilo tug'ilganigacha aytib berishimiz mumkin. Endi har bittasini alohida registratsiya qilingan. Danilari bor bularni. Endi bularni qiziqqan odamlar bo'lsa, zakat qachon, qayerda, nima bo'lgan YouTubedan ko'rsa bo'ladi. Grafni ko'pchilik yaxshi biladi. Bu graf 2019-yilda tug'ilgan Azamat Hoji Ermatov, Azamat To'xtasonovich Xo'rosda tug'ilgan, Nijnechuyskida. Keyin bu Qozog'istonga sotilib, ancha aylanib kelgan, Azamat o'ziga qo'liga qaytib kelgan 2023-2024da 2 yil shu qo'chqorni qo'zlarini olib seleksiya qilgan.
Hop, o'sha qo'chqorni 2024-yilgi, 2025-yilgi qo'zilarini biz olib kelganmiz. O'sha vaqtda qo'ziligida. Mana hozir Allohga shukr shunchalik boqib, o'stirib, rivojlantirdik. Hozir o'sha grafi promoy bolalaridan 5 dona bor bizda. Hozir kilolari 19 plus minus, quloq 19-20. Bo'yi 1 metr, 1 metr oshiq. Kilosi shu 150 kilo atrofida bo'ldi. Hozir 2,5 yashar bo'ldi. Danniy moment. Eng qizig'i shu yerdan iboratki, bu graf 5 yoshgacha o'sgan. Birinchi marta выставкаga borganda graf 231 kilo ko'rsatgan. 2,5 yasharligida. 6 tish, ya'ni 3 yasharligida выставкаga borganda 158 kilo ko'rsatgan. 2024-yili oxirgi выставкаga borganda 2,5 kilo ko'rsatgan. Bo'yi 1,3 bo'lgan. Eng oxirgi vaqtda uni bo'yi 200 kilosi 216 kilogramm bo'lgan, bo'yi 1,6,5 bo'lgan. Demak, bundan xulosa shunday kelib chiqadiki, graf oxirgi paytgacha o'sishdan to'xtamadi u qo'chqor. Hozir bizdagilar ham xuddi shunaqa. Hozir o'sishdan to'xtagan yo'q, o'syapti. 1 oyda, 2 oyda sirazi bilinadi. Nafaqat uni kilogrammi, bo'yini o'syapgani shuna bilinadi. Bir so'z bilan aytganda, graf vesovoy qo'chqor. Bularda qayla yoki bo'lmasam afg'on aralashgan emas. Bular toza qonli, stereotipniy arashan deyiladi. Bularda endi surishtirib kelsa 3 xil qon mavjud. Endi buni hamma ko'pchilik arashanchilar biladi. O'sha bularning qonida o'sha arashan qon, Edilbay qon va Hisor qondan tashkil topgan bo'ladi bular tekshirilgan taqdirda ham. Bularda aralashgan gibrid yoki bo'lmasam bir nimasi yo'q. Endi bular asosan biz tomosha uchun chiqaryapmiz buni. Agar shuni olaman, boqib shundan baraka topaman deganlar bilan kelishilgan holatda buni gaplashiladi. Faqat bitta iltimos bor. Haqiqiy oladiganlar, haqiqiy shu narsaga qiziqqanlar telefon qilsa, shunchaki telefon qilishib, unaqami, bunaqami degan отрицательный kommentariyalar bizga keragi yo'q. Buni tushungan, shu narsaga qiziqqan odamlar bilan gaplashilsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Bir og'iz gapni gapirib yuborish oson, lekin buni orqasida 6 yillik mehnat turibdi buni seleksiya natijasida. O'shaning uchun ilojini boricha e'tibor berishimiz kerak. Mana bu tomonimizda shalik boya aytgan qo'chqorlarimiz turibdi, qo'zi qo'chqorlar. Bularga qanday bola berishi, bularning liniyasi, boshqasiga garantiya bor. Bularni yaqinda probni qo'yib ko'ramiz. Xo'p, hurmatli arashan suyuvchi do'stlar, mana biz 1 yashar grafi 2025-yilgi bolasini yuqorida ko'rsatib o'tib ketdik. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'shani probniy bolasi mana shu bo'ladi. Hozir 2 oydan o'tdi. Mana dumba razrezlari mana o'shani probniy bolasi bu. Buni onasi o'zi qo'zi bo'lgan endi, o'tgan yilgi qo'zi. Pereyarka deyiladi, lekin kech tug'ilgan qo'zi bo'lgan mana. Mana to'sh. Demak, uni qo'chqor qilib dальнейший seleksiyada ishlasa bo'ladi. Yana bu yerda hurmatli arashan suyuvchilarga yana bir narsani shu o'rinda ko'rsatib o'tib ketishga jazm qildik. Bu mana Dubay degan qo'chqorni ko'rsatdik biz. Dubayda ikkita probniy qo'zilari bor. Mana shu Dubay probniy qo'zilari mana. Dubay qanday bo'lsa, mana xuddi shunday qulog'i 20 atrofida. Mana to'sh. Dubayga kopiya. Buni yana bir opachasi bor mana. Mana bu ham o'sha Dubayga qizi mana. Bundan xulosa kelib chiqadiki, mana quloqdagi birkasidan bilsa bo'ladi. Dubayga shunaqa pushti birka qadalgan. Mana shu, mana to'sh Dubayda qanday bo'lsa shunday. Dubay shu xususiyati yaxshiki, bolani o'ziga kserokopiya qilib beradi. Lekin
bularni onalari o'zi o'tgan yili qo'zi bo'lganligi uchun e'tiborsizlik bo'lib qolgan. Bizni e'tiborsizligimiz shundan iborat bo'lganki, kichkina bu qo'zi deb o'ylaganmiz, lekin 5-6 oyligida qochib qolgan bular. O'shaning uchun bolalari nisbatan sal maydaroq bo'ldi. Zato probniy qo'zilari olindi. Endi mana bu nevara ushlab turgan qo'chqor masalasiga keladigan bo'lsak, sal bu yoqimda bir oling. Bu qo'chqor endi aytishlariga qaraganda shu o'zimizda udarni bolasi deyishdi. Endi qanchalik darajada udarni bolasi emasligini biz aniq bilmaymiz, lekin o'sha biz sotib oldik buni, to'g'risini aytsak. Buni udarni bolasi deyishdi. Lekin udarni bolasi ekan deb yugurib borib olganimiz yo'q. Yoqqani uchun oldik. Mana bosh, quloq 20 plus. Bunda asosiy bizga yoqqan yeri stoykasi, oyoqlarining yo'g'onligi, rangi, ko'tarmay turaylikchi. Bu mana dumbasidagi razrezi, oyoqlarni baquvvatligida. Bu qo'zi edi. Mana hozir yaqinda ekitish bo'ldi. Demak bu 14-15 oylik qo'zida, hali ham 14-15 oylikda. Qani kelajakda shu grafni, zakatni qizlarga qo'shib seleksiyani davom ettiramiz deb olindi.